Yaxshimisizlar? Mana Samarqanddan do'stim. Yaxshimi sizlarga? Oshda aytaylik, bo'lmasa men qo'rg'onchi qoldim. Hammaga alohida soldir. Yo, hammasini bittalaganga aytaylik. To'rtalamiz maza qilib talashaymiz. Hayli? Ha, bo'p. Qani oling aka. Tuzdan sep. Oshmon tomoni qani? Va kam suzib kelibsizlar oshni. Oshni yeb qo'yani hozir. Oshni yemas ekan. Oshni ichar ekan. Tur haydaman uyimdan. Bir xonali bo'lsa ham uy savoq qilmaysanmi? Nima? Sinov godim deb yozib qo'yman. Bo'g'ar, Navruz bayramingizmi bor? Nima kerak bu? Ha, topganim shu bo'ldi dada. Bir yo'l 9-may ham osib qo'ymabsan, ketaveradim bir yo'l. Yig'ishtir hammasini. Bundan kulyapsanmizmi? Jin, o'g'lim uryaptimi? O'g'lim qochdi. Aralashma. Tepaman. Kel. Ko'rib ajoyib hayron qoldim. Meni Vulkanga ahamiyat bering. Vulkan meni Kroksim, shortigim meni Vulkan. Qabristonga olib keyin endi qaynangiz tushimga kiribdi. Chaqirayotgandir-da yoniga. Yomon bir o'limimni kutasizda. Turing. Bu dam olish kuni ham kiradimi? Ketdi. Siz chiqdingizmi? Nima qilaman? O'sha yerda ochiq qabr bor edi, sekin yotib olavermabsiz. Bu yana ulamang. O'sha uyda devorlariga sarnayt bo'lib qopti ovozingiz. Qo'shnilar jalba qilyapti, uyda arvoh voqyapsizmi? Yo, asabga deymiz, bir vaqt qizib qo'yaman. Siz o'zingizni bosing, u arin turibgan ola olmaysiz bu yoshda. Yo, ota! Yo, oqdi. Kimani oqsoch? U asabiylashma, tavba qildim. Sen hamma qilgan ishlaringni menga minnat qilib, "Voy, men qiynalyapman" deganliging uchun oilamizga yangi odam olib keldim. Tanish Monikaxon.